Assalomu alaykum do'stlar. Kechagi kranimiz ham mana bitdi. Suvlarini chiqarib, zo'r qilib qo'ydik. O'ttiz ikkilik nasos qo'yilgan. Hidrox fermasida. Bu chuqurga suv ketmasligi uchun turba qo'yib qo'ydik. Kranlarimiz barchasi zo'r bo'ldi. Yamamiz, motorimiz oq polietilen turbadan montaj qilib chiqardik. Bu Chandir mahallasi bo'ladi. Bu yerga 19 metr urildi turba. Kimga agar shunaqa kran urish xizmatlari bo'lsa, suv chiqarish xizmatlari bo'lsa, barchasini qilib beraveramiz. Video oxiriga telefon raqamlarini yozib qo'yaman. Aloqaga chiqishingiz mumkin.